shukur kundaligini bilasizlar, ko'p aytaman, yoqtirmayman. Nega? Chunki inson shukr yozayotganda unda uslovniy muhabbat bo'ladi. Xudo, seni yaxshi ko'raman, shukr aytaman, chunki telefonim bor. Xudo, seni yaxshi ko'raman, shukr aytaman, erim bor. No, mayli, yaramas bo'lsa ham, zato undan bolalarim bor. Shunga ham shukr aytaman. Biz nimaga shukr aytyapmiz? Materialliga. Biror marta, davaychi rost aytamiz. Ichagingizga shukr aytganmisiz? Kishqalaringizga, yuragingizga, ko'zingizga. Meni tavsiyam materialliga emas, tashqi narsalarga emas, balki Xudo bergan ne'matlarga благодарю. То есть unda ham qanaqa? У меня есть благодарю. Berganing uchun благодарю emas. Menda bor, alhamdulillah. Yaxshiyamki ko'zim bor, ko'ryapman. Yaxshiyamki quloqim bor, eshityapman. Ko'zingiz ko'rmasa, qop-qopmada dollarlar turibdi. Icho, nyuh bilmasangiz, dahshat restoranlarda o'tiribsiz, icho. Hamma narsani o'zini joyi bor. Ayollar, albatta bu ham sizlarni ongsiz ravishdagi qiz bola bo'lib tug'ilishligim kerak emas degan programmani o'zgartiradi. Благодарю за матку, за органы. Tushundinglar, erkaklar murskoy organlariga. Chunki bizda nafaqat qizlar, balki qayerdadir erkaklar ham qiz bola kutiladi. Bu ham kutuvni o'zgartiradi.